Salom do'stlar, bugungi videoda biz Minecraft, lekin hardcore rejimida o'ynaymiz va bizning maqsadimiz Ender Dragonni mag'lub etish. Aytgancha kanalga obuna bo'ling, biz ham bitta bo'laylik. Qani video go. Hop, birinchi o'rinda biz ovqat to'g'rilaylik. Aytgancha bunga mirimga yangi mod qo'shganman. Uni modning nomi, o'zbekcha nomi qum bor. O'sha qumni sindirsangiz har xil narsa beradi. Masalan, qayerdan masalan, creeperning tuxumi yoki bo'lmasa u narsa tuxumi, faqat tuxum emas, u har xil narsa beradi. Lapatani oyoq kiyim deganda sapchika narsalar berib, va bizning maqsadimiz boya aytgandek Ender Dragonni mag'lub etish. Hop, agar mana shu video 10 ta layk yig'sa, 10 ta emas, 20 ta layk yig'sa, bu Vardanga qarshi men bilan o'rtoq o'shamiz. O'rtog'im kim desanglar, Bellboy. Agar men bilan video olmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanaliga o'ting. Bu yoqqa yozing. Hozircha ikkitagina odam bor. O'tib yozib qo'ysangiz, videolarimiz farqi yo'q. Kim bo'lasiz, qanaqa obunachi, qanaqa o'ynaysiz, bizga vash farqi yo'q. Olaveramiz. Aytgancha bizning Instagram kanalimiz ham bor. Instagram kanalda bu yerdagi cheatlar, nima qilish, o'sha har xil kerak narsalarni videosini chiqarib turaman. Bunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Ham Telegram kommentariyada qo'yib qo'yaman. Hop. Sekin-astalik bilan ko'zlarni otib yo'lda yuraverdim. Orada qumlardan narsalarni olib, to'g'irlab, sekin-astalik bilan oxirida emas, bu videoda men o'zi 3 ta boss o'ldirmoqchi edim, lekin vaqtim kamlik qilib qoldi va birozim zerikib ketib qoldim. Shuning uchun bitta Ender Dragonni o'ldiraman va ikkinchi qismida o'rtoqlarim bilan o'ynayman. Hop. Dashtu birozgina loot qoldim. Sekin-astalik bilan pastga tushdim. Keyin hattoki nariyoqqa chiqib tushdim. Va oxirida topdim. Men yana bitta narsa qildim. Portalxonani topish uchun menga naqd yarim soat vaqtim ketdi. Hamma teshiklarga qarab chiqdim. Qaramagan joyim qoldi. Oxirida o'yladim, bu yerda bormi ekan o'zi portalxona deb. Zonaga temir eshikdan yomon qiynaverdim mana. Nima hayron, g'alati turib qolgan. Men haq Minecraftda ko'rmaganman bu narsani. Yangi versiyada bor ekan. Yurgan yo'llarimni eshigini ochiq qoldirdim, chunki bu yerdan o'tdim degan nimani qoldirish uchun. Va oxirida topdim. Va nihoyat keyin buni sindirdim. Buni qarasam, chinniga o'xshab turibdi. Tegadi deb o'yladim. Hop, buni qo'yib, lekin astalik bilan kerak men yopib qo'ydim. O'zimcha dream ko'rib oldim. Bu yerda narsalar tashlab yubordim. Kerak emas va oxirida kirdim. Lekin o'ylab qarasam, Ender Dragon ko'zlari ham qo'limda turgan ekan. Nima tashlab yuborish kerak. Sekin-astalik bilan tepaga chiqib boshlayotgan paytim inventardagi narsalarni to'g'rilab qo'ygim keldi. Va Ender Dragon ko'zlarini tashlab yubordim. Kerak emas. Hop. Agar shu videoni bugun qo'yaman, bugun qo'ygandan keyin o'sha bugunni o'zida yana o'rtog'im bilan video olaman. Aytgancha Telegramga kirib ko'rib qo'yinglar shu Telegramni. Shu videolarni bizga ko'proq odam kerak video olish uchun. Aytgancha agar biz mingta bo'lganimizdan keyin men o'zim shaxsiy serverimni ochmoqchiman. Bu serverda sizlar telefonda o'ynaydiganlar ham ko'p. Minecraftda o'shaning uchun PvP o'ynasalaringiz bo'ladi. Casting qilamiz, casting ham mana. Bellashuv qilamiz. O'sha bellashuvda kim yutsa, uni ham mukofoti bor. U sir oxirida aytamiz yutgan odamga. Hop, sekin-astalik bilan bu yerdagilar narsalarni ham tinchitib oldim. Yomon qiyin bo'ldi o'zi.
va nihoyat hammasini qilib bo'ldim va pastga tushdim. Ender Dragon keldi. Hop, butun tufli degan narsasi yomon-da. Yomon jon chekadi. Tushmaydi hamda pastga u manasini ham. Oxirida o'ldirdi va ozgina joni qoldi keyin o'zi uchib portlab o'lib qoldi. Buni endi nimaga? Necha o'zini tufliga o'zi tiqib qo'ygan bo'lsa kerak. Hop, hamma narsalar yig'dim va darajamni qarasalaringiz 6-7. Hop, Minecraft kitobidagi hamma narsani yozib chiqaradi. Kerak emas. Aytgancha kanalga obuna bo'ling. Biz ham tezda mingta bo'laylik, iltimos sizlardan. Keyingi video o'rtog'im bilan elitralar topish bo'ladi. O'tinglar, obuna bo'linglar, tarqatinglar. Bo'pti, xayr. Oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat.